Assalomu alaykum shogirdlar. Bu video juda ko'pchilik xohlaydigan mavzuda, ya'ni juda ko'pchilik o'quvchilar xohlaydi ingliz tilida gapirishni, ingliz tilida sayrab olishni xohlaydi, lekin pauzalar ko'p, kabi narsalar juda ham ko'p. Ya'ni g'alati so'zlar deymiz bularda va ingliz tilida sayrab olishingizga eng katta yordam beradigan ikkita narsa haqida gaplashamiz. Birinchisi bu kinolar. Ikkinchisi esa aynan kinolar bilan bog'liq bo'lgan bitta texnika bor. Buni biz shadowing deb ataymiz. Aynan mana shu gaplashamiz va mana shularga e'tibor bersangiz, siz ingliz tilida bemalol juda ham chiroyli talaffuz qila olasiz, juda chiroyli gapira olasiz. Va bu video davomida men sizga 5 ta top juda ko'p til o'rganuvchilar yaxshi ko'radigan, o'zimga mazza qilib tomosha qilgan serial va kinolarni tavsiya qilaman. Bularni ko'rish orqali siz nafaqat ingliz tilida sayrashni boshlaysiz, balki inglizlarga o'xshab o'ylashni ham boshlashingiz mumkin. Boshladik. Birinchisi, shadowing degan texnika bor. Til o'rganishdagi eng muhim texnika, eng muhim metod deyishimiz mumkin. Shadowing nima? Bu taqlid. Agar siz misol uchun beginner bo'lsangiz, elementary darajada bo'lsangiz, katta ehtimol bilan eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin agar endi ingliz tilini o'rgangan bo'lsangiz, o'rganishni boshlayotgan bo'lsangiz, men sizga juda ham tavsiya qilaman. Agar siz shadowing qilishni boshlasangiz, ham talaffuzingiz chiroyli bo'ladi, ham ingliz tilida o'ylashni boshlaysiz, ham ingliz tilida ravon gapirishni boshlaysiz va undan tashqari sizni gapirish intonatsiyalaringiz, so'zlarni joy-joyida ishlatishingiz ham xuddi inglizlar kabi yoki amerikaliklar kabi juda ham tabiiy chiqishni boshlaydi. Buning uchun nima qilish kerak desangiz, misol uchun kino ko'rish yoki multfilm ko'rish yoki bo'lmasam intervyular ko'rish paytida siz shadowing qilishingiz kerak bo'ladi. Shadow o'z nomini soya degan ma'noni bildiradi. Ya'ni shadowing texnikda biz imitation texnik ham deymiz, ya'ni taqlid qilish ham deymiz. Buni qana bo'ladi? Siz taqlid qilasiz, qaytarasiz. Misol uchun kino ko'rib o'tiribsiz, deylik, kino turibdi, subtitrini ham yo'q olgansiz. Kinodagi deylik Kung Fu Panda. It is impossible deyapti. Siz ham xuddi shunaqa qaytarishingiz kerak bo'ladi. It is impossible. Ya'ni qanaqangi emotsiya bilan, qanaqangi misol uchun og'zi qimirlayotgan bo'lsa, xuddi shunaqangi qilib gapirishingiz kerak bo'ladi. What desa what deymiz. How desa how. Oh my god, e'tibor berasiz, qanday emotsiya bilan, qanday harakatlar bilan men gapirayotgan bo'lsam, siz ham kinoga xuddi shunaqa taqlid qilishingiz kerak bo'ladi. Va agar siz ingliz tilida sayrashni xohlasangiz, sizga beradigan number one maslahatim aynan mana shu. Endi domla qaysi kinolarga yoki qaysi seriallarga imitate qilsam bo'ladi, shadowing qilsam bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin va bu video orqali mana shu savolingizga ham javob beraman. Men sizga hozir 5 ta mashhur TV seriallarni tavsiya qilaman. Darajangiz qanaqa bo'lishini qat'iy nazar. Elementary'mi, pre'mi, inter'mi sizga mos keladi va bu orqali siz talaffuzingizni juda ham chiroyli qilib olishingiz mumkin. Birinchisi bu Extra English. Extra English soap opera shaklida hisoblanadi. Bu juda ham ajoyib serial. Ishlatadigan so'zlari, grammatikalari juda ham oddiy, juda ham sodda, hatto elementary darajada bo'lsangiz ham, pre-intermediate darajada bo'lsa ham bemalol tushunasiz. Bemalol taqlid qilsangiz bo'ladi. Zo'r jihati bu qiziqarli usulda, komediya janrida ham kulgili, zerikib qolmaysiz. Til o'rganishda juda ko'pchilik misol uchun deylik, jiddiy kinolarga, detektivlarga misol uchun shadowing qilishga harakat qiladi va ozgina vaqt o'tgandan keyin zerikib qoladi. Sizga tavsiya qiladigan birinchi TV seriya bu Extra English. Ikkinchisi ham birinchi kinodan qolishmaydi. Adashmasam 13 tami sezoni, ya'ni mavsumdan iborat. Juda ham uzun. Bu One and a Half Man, ya'ni 1,5 ta odammi deb aniq qilamiz. Ikkita yoshi katta va bitta bolacha bo'ladi. O'ta kulgili janrda. Juda ham kulgili janrda va bu kinoni, bu TV seriyani asosan pre-intermediatedan yuqoridagilarga tavsiya qilaman. Ozgina murakkabroq, ozgina pre-intermediate, intermediate darajada bo'lsangiz, bu sizga mos keladi. Agar elementary darajada bo'lsangiz, Extra Englishda tavsiya qilaman, chunki Extra Englishda so'zlari juda ham oddiy. One and a Half Man ham xuddi shunday va zo'r jihati ko'pchilik oralarida American Englishga qiziqadi. Ya'ni amerikaliklarga o'xshab talaffuz qilishni xohlaydi. Xohlaysizmi? One and a Half Man siz uchun. Uchinchisi esa o'sha mashhur Big Bang Theory, Big Bang nazariyasi bor. Katta to'qnash nazariyasi ham deyiladi. O'zbekcha adashmas shunday tarjima qilinadi. Big Bang Theory bu juda ajoyib TV seriyasi. Bunda ham adashmasam 12 ta mavsum bor va bu asosan intermediate va undan yuqori darajadagi o'quvchilar uchun ko'proq mos keladi. Sababi unda ishlatilgan so'zlar, suhbatlar nisbatan murakkabroq va undan tashqari biroz ilmiylik bor. Lekin ilmiylikda ham yumor bilan juda chiroyli olib chiqilgan, juda ham qiziqarli yoritilgan
va aniq ayta olaman, zerikmaysiz va bunga ham imitate qilishingiz kerak. Shadowing qilsangiz, talaffuz juda ham chiroyli, zo'r bo'ladi. Endi 4-chi tavsiya qilmoqchi bo'lgan TV seriyasi esa menga aynan IELTSda, speakingda 7 dan 8 ga ko'tarishimga juda katta yordam bergan TV seriyasi. Bu Friends hisoblanadi va men bu kinoni juda ko'p ko'rganman. Aynan misol uchun ketma-ketlikda ko'rmaganman, ochig'ini aytaman. Ketma-ketlikda misol uchun 1-qism, 2-chi, 3-qism emas, YouTube'dan aralash shaklda ko'rganman. Faqat imitate qilish uchun, shadowing qilish uchun, takrorlab, talaffuzim chiroyli qilish uchun va men taxminan o'zi IELTS 7, speaking 7 daligida taxminan 2 oy, 3 oy faqat shunga shadowing qilganman. Birga bir qaytarganman. Qanday talaffuz qilsa, xuddi shunday talaffuz qilib qaytarganman. Va mana shu natijasidami speaking IELTS topshirganimda, shundan keyin topshirganimda IELTS speaking 8 chiqqan va shuning uchun bu kinoni ham juda ham tavsiya qilaman. Bunda do'stlar bo'ladi, mana 6 ta do'st bo'ladi va bu do'stlarda hayot haqida ham ular ishsiz bo'ladi, oilasidan ketib qolgan bo'ladi, turli xil qiyinchiliklar bo'ladi, muammolar bo'ladi, o'ziga xos yumorlar bilan, o'ziga xos sarkazmlar bilan shu qiyin vaziyatlardan chiqib ketadi va bu TV seriyasini ham tavsiya qilaman ko'rishda. 5-inchisi 4-inchisiga o'xshamagan. Bu prosta meni o'zimga yoqqan kino, bu Prison Break, ya'ni qamoqdan qochish. Juda ko'pchilik ko'rgan bo'lishi, o'zbekchasini ko'rgan bo'lishi kerak. Bu kino kimlar uchun desa, agar darajasi upper intermediate va undan yuqori bo'lsa, ochig'ini aytaman, juda ham yomon, misol uchun odam o'ldirish, o'g'irlash va hokazo sahnalari juda ham ko'p. Agar sovuqqonroq bo'lsangiz tavsiya qilaman, birinchidan. Ikkinchidan, agar sizda yetarlicha lug'at bo'lsa, yetarlicha grammatika bo'lsa, o'sha aytganimdek upper intermediate dan yuqori bo'lsangiz, misol uchun 6larda yuribsiz va qiyinroq bo'lgan kinoni ko'rishni xohlayotgan bo'lsangiz, Prison Break siz uchun. Men odatda bir qismli yoki 2 qismli kinolarni tavsiya qilmayman. Sabab bir qismli kino bilan siz muhitga kira olmaysiz, lekin seriallar, hozir sizga tavsiya qilganlar, misol uchun 10 ta 12 ta mavsum deyapman. 10 ta 12 ta mavsumi bo'lsa, har birida misol uchun 8 ta, 10 ta, 15 tadan serial bor. Bu degani, ya'ni 40 ta, 50 ta, 60 ta serialdan iborat. Bitta serialni oxirigacha, ko'rguningizgacha shadowing qilib, yuqorida aytgan texnikalarga amal qilib turib, tahlil qilib tugatganingizgacha уже speakingiz yaxshigina chiroyli bo'lib qoladi. Umid qilamanki, navbatdagi YouTube kontentimiz ham sizlar uchun foydali bo'ldi. Aytgan kinolarimni maksimum topib ko'rishga harakat qiling, imitate qilishga harakat qiling va eng muhimi ingliz tilini yaxshi ko'ring. Shundagina siz natijaga tezroq chiqasiz va ingliz tilini tezroq va qiziqarliroq o'rgana olasiz. Foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga share qilib qo'ying, ulashib qo'ying va sahifamga obuna bo'lib qo'ying va har hafta, deyarli har hafta shu kabi foydali kontentlar chiqarib boraman. O'tkazib yubormaysiz degan umiddaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling.